Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Har kunlik ob-havo ma'lumotlaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga 6, 7, 8 aprelga ob-havo ma'lumotini taqdim etamiz. Hurmatli tomoshabin, aynan sizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini istasangiz, videomiz ostida like tugmasini bosib qo'ying. 6, 7, 8 aprelga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 6 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7-8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz esa 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 6 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7-8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz esa 6 aprelda 28-33 daraja, 7-8 aprelda 26-31 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 6 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7 aprelda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 6-7 aprelda ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi kutilyapti. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz esa 6 va 8 aprelda 23-28 daraja, 7 aprelda esa 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 6 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7-8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduz esa 28-33 daraja atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 6 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 7 aprelda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 6-7 aprelda ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi kutilyapti. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz esa 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 6-7 aprelda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda momaqaldiroq bo'lishi kutilyapti. 8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduz esa 15-20 daraja atrofida bo'ladi. Hurmatli tomoshabin, har kunlik ob-havo ma'lumotlaridan bizning kanalimizda xabardor bo'ling. Videomiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga har kunlik ob-havo ma'lumotini birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Bizga ajratgan kichik vaqtingiz uchun cheksiz minnatdormiz.